Assalomu alaykum, bizning kanalimizga xush kelibsiz. Mobil aloqada yangi qoidalar abonentlarga ko'ra katta yangilik boshlanmoqda. Adliya vazirligi Raqamli texnologiyalar vazirligini bilan hamkorlikda telekommunikatsiyalar xizmatlarini ko'rsatish qoidalarining yangi tahririni davlat ro'yxatidan o'tgani haqida xabar berildi. Yangilangan tartibning asosiy maqsadi oddiy abonent uchun ovoragarchilikni kamaytirish, xizmatlarni tushunarli va adolatli qilish ko'rsatildi. Raqam o'chib ketish uchun muddatli to'lov. Mobil aloqa abonentining shaxsiy hisobida pul yetarli bo'lmay xizmatlardan foydalanish uchun davom etmasa, operator bilan tuzilgan shartnomalarni bekor qilish mavjud bo'lmagan raqam holida kuzatish muddati 2 oy emas 1 yil bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Ya'ni raqamingiz tezda yo'qolib qolmaydi, vaqti ko'proq bo'ladi. Tarifni bepul almashtirish imkoni. Abonent amaldagi tarif rejasi istalgan boshqa tarif rejasiga bepul almashtira oladi. Faqat muayyan guruh yoki cheklangan hudud uchun maxsus qilingan alohida tariflarga o'tish intizom sifatida qayd etiladi. Agar tarif shartlarini o'zgarsa, abonentlar kamida 15 kun oldin OAV rasmiy veb-sayt yoki SMS orqali majburiy tarzda xabardor qilinishi belgilangan. Bu ertaga narx o'zgaribdi degan syurprizlarni kamaytiradi. Xizmat ko'rsatish punktiga borish imkoniyati cheklanmagan fuqarolar uchun yashash joyiga borib xizmat ko'rsatish, shuningdek olis va yetib borish qiyin hududlarga sayyor mobil aloqa xizmatlarini tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Bizning kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lishni unutmang.